Assalomu alaykum akalar. 2026-yil 28-iyun sanasida turibmiz. 200 kvadratga mo'ljallangan aqlli kotolimizni Andijonga dastlabki qilib jo'natib yuboryapmiz. Bunga qo'shiladigan komplektlar, ventilyator, termostat, hamma bo'ladigan komplektlarni qo'shib beryapmiz. Kulyachasi ham bor, tozalashga udobniy. Endi borganimizda avzol qilib beramiz, berganimizda salomat bo'linglar. Andijonga yetkazib kelib berdik kotolimizni, 200 kvadratga mo'ljallangan kotolimiz. Akamiz zakaz qiluvlar, dastlabkilarni ichida qilib berdik. Aka, nima deyapti kotol? Bu zo'r ekan. Sababi buni men ko'zim bilan ko'rib, kuzatdim. 2 yildan beri mana shu ukamiz Iskandarbek necha xona, u juda katta uylarni istayapti. Qishda ham, yozdagidek bitta ko'ylakda maza qilib yurishibdi. Qulay ekan, harakat qildim. Mana shu sizlarni kotollarga boshqa joyda ko'p ekan, lekin menda mashina zakaz qilib berasan deb turib oldim. Mana Xudoga shukr yetib keldi. Endi Xudo xolasa ustalar kelib o'rnatib bersa, ishlatamiz bu yil. Tozalashlarga ham udobniy aka. Mana mo'lari, metdan shundan ochasiz, kuryachasida tozalaysiz. Tagidan bemalol qiyinchiliksiz tushib ketaveradi. Opposon. Rahmat katta, kam bo'lmanglar. Hamma komplektlarni qilib berdik akamizga. Kimga shunaqa kotollar kerak bo'lsa, 100 kvadratdan 50 ming kvadratgacha kotollarimiz bor. Chiroyli qilib, urintirmasdan yetkazib beramiz dastlabkilar ichida. Salomat bo'ling. Olinglar, kam bo'lmaysizlar.